adashgan, o'sha jannatdan tushganlardan keyin ular ajrab ketgan. Keyin uchrashuvlari masjidda bo'lgan. Arafotda. Shu joyga ketyapmiz. Bir gap bor hoji buva. Qarangda atrofingizga. Dunyoda qayerda tog' bo'lsa, borib bir aylanib keladigan bo'ladi. Deb hamma joy tog' bu yerda. Birorta aylanib keladigan joy yo'q. Bir narsani doim zehningizda tursin. Alloh subhanahu va taolo o'zini uyini barpo bo'lish uchun, bu Ka'ba bu joyga bo'lish uchun bu yerni bir ishda tanlagan. Bu yerga odamlar bitta maqsadda keladi, ibodat maqsadida. Makkaga hech qachon hech kim aylanib kelishga kelmagan.